Salom xizmatlar, men Jasmina. Bugungi videoda biz o'sha hozirda trendga tushgan Amerikan pullik surpriz vafli tadam. Xo'sh, Amerikan surpriz vaflisidan men 4 ta oldim. Amerikan keksidan esa 3 ta oldim. O'tgan videolarimizga bilsangiz kerak, o'tgan videomni ko'rgan bo'lsanglar, xo'sh, uni ichidan pul chiqqan edi. Endi bunisidan ichidan chiqadimi yo'qmi? Sizlar bilan birga ochib ko'ramiz. Qani ketdik bo'lmasam. Vaflisini, mashinasini ochib ko'rmoqchiman. Buni ichidan chiqmadi. Mana shunaqa bitta varaqcha chiqdi. Hozir sizlarga buni o'qib beraman. Men matematikani zo'r o'rganib, eng boy biznesmen bo'laman. Ekanki, mashag'iga mana shunaqa rasm qo'yilgan ekan. Bunisini vaflis chiqdi-yu, pul chiqmadi. Endi yana mana shu vaflisini ochib ko'ramiz. İkincisini. Bunisini ham ichidan chiqmadi. Mana shunaqa yana qog'ozcha chiqdi. Rustam, kitob o'qi va uy ishlariga yordam ber degan mana shunaqa so'z yozilgan ekan. Keyin mana shunaqa uyda rasm qo'yilgan ekan. Xo'sh, endi pirogini ochib ko'rmoqchiman. Qani, balkim buni ichidan chiqar. Bunun ichidan 2000 chiqdi. Bakın mana shunaqa so'z chiqdi. Hozir buni o'qib ko'ramiz, keyin pulni ochamiz. Men albatta olimpiada chempioni bo'laman. Keyin mana shunaqa olimpiadani rasmi berib qo'ygan. Ochib ko'ramiz endi buni. Bu uchun bizga mana shunaqa qachcha kerak bo'ladi. Kimin çıktı? Hoş. Endi yana vaflisini açıp ko'ramiz. Balkim bunun ichidan bu vaflilardan chiqmadi, bunisidan chiqib qolar. Vaflilardan chiqmayapti, bunga ham chiqmadi. Mana shunaqa so'z chiqdi. Men katta bo'lsam, ota-onam bilan chet el davlatlarini sayohat qilaman degan mana shunaqa so'z chiqdi. Keyin mana shunaqa rasm chiqdi. Vaflilarning ichidan bilmayman, chiqmayapti. Endi esa mana shunaqa, endi mana shu ichignasini ikkinchisini ochib ko'ramiz. Balkim yana buni ichidan chiqib qolar. Bunisini ichidan ham chiqmadi. Mana shunaqa so'z chiqdi. Buni endi o'qib bo'lmaydi, chunki mana shunaqa pechenani yopishib qolibdi. Endi oxirgi Amerikan vaflini ochib ko'ramiz.
chiqmadi oxirgisidan ham. Mana shunaqa so'z chiqdi. Nargiza, yaxshilab ilm o'rgan, katta bo'lsang, dizayner bo'lasan. Degan mana shunaqa so'z chiqdi. Mana bu yerda mana shunaqa rasm chiqdi. Vaflilarning ichidan chiqmadi. Endi oxirgi mana shunaqa perokchasi qoldi. Endi bilmayman, bundan kattaroq chiqdi. Bunisini ham ichidan chiqmadi. Mana shunaqa varaqcha chiqdi. Xo'sh, ism, familiya, telefon ekan. Mana bu yoqda yozilgan, bu yoqda pichina yopishtirilgan. Faqat bizga 2000 so'm chiqdi. Chiqmadi. Endi vafi bilan pichinlarni ta'mini ko'ramiz. Vafisini ta'mi yaxshi ekan. Zo'r. Endi pichinyasini ta'mini ko'ramiz. Bunisini ham ta'mi zo'r ekan, ham muloyim, ham shirin. Bo'lmasa faqat bizga 2000 chiqdi. O'tgan videolarimizga olgan shokolatimizdan, Chocobom'dan fermasi boshqa edi. Undan 24 ming chiqqan edi. Hamma maqtagan. O'sha vafidan olib ko'rdik pichinyasi bilan. Buni ichidan faqat 2000 chiqdi. Buni sizlarga tavsiya beraman. Balkim sizlarga bundan katta pul chiqishi mumkin. Menga faqat 2000 chiqdi. O'tgan videolarimizda olgan Chocobom vaflisidan 8 ta olgan edim. Uning ichidan 24 ming chiqqan edi. Amerikachan surpriz vaflisidan 7 ta oldim. Buni ichidan faqat 2000 chiqdi. Sizlar ham olinglar. Men sizlarga buni tavsiya beraman. Balkim sizlarga bundan katta pul tushishi mumkin. Yana harakat qilaman mana shu Amerikan surpriz vaflisidan olib sizlarga video qilishga. Может, kelasi safar yana harakat qilaman mana shu Amerikan surpriz vaflisini olishga. Может, keyingi Amerikan surpriz vaflilardan bundan katta pul chiqishi mumkin. Kimda qancha pul chiqqan? Buni kommentga yozinglar. Kim qanaqa vafli olgan bo'lsa, ichidan qancha pul chiqqan yoki chiqmagan, o'shani kommentga yozib ketinglar. Shu bilan videomizni tugatamiz. Shu bilan xayr.